Mana o telefonni, ayniqsa yosh oilalar, mana o telefonni, erini, turmush o'rtog'ini telefonining ichida nima borligiga qiziqadigan ayollar ko'p. Ayniqsa ayollar, turmush o'rtog'ingizni telefonining ichida nima borligiga umuman qiziqmang. Oila buzilishlik degan narsaga olib keladi. Buni asosiysi, masalani eng asosi ayollarda tag'oful degan narsa bo'lish kerak. Shuni sekin o'rgatinglar ayollaringlarga. Hurmatli xotin, akasini qo'shmasdan, sen meni telefonimga, televizorimga, falonchi pistonchilarimga qiziqma, menga qiziq xotin deyishgan. Men o'zimga qiziqmaysan deyishgan. So'rasang men aytib beraman, vafodorman, yaxshi ko'raman deb eplar. Ana unday, mana unday. Lekin shaxsiy narsalarimga sen qiziqma deyish kerak. Nima sababdan? Oila buzilib ketib qoladi. Erkak kishining tabiati shunaqa, uni surishtirganda yoqtirmaydi erkak kishi.